bemorimiz bizga shu holatda kelgan edi. Endi diqqat bilan qarang. Mana 5 kundan keyingi natijasi. Hozir shuni boshidan oxirigacha qanaqa qilganimizni ko'rsin. Tabassum qilishga uyalib, suratga tushishdan qochadigan va ovqat chaynashda qiynalayotgan odamlar kam emas. Bu bemorimiz ham aynan shu muammolar tufayli bizga murojaat qilgan edi. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Murod Mirg'o'z. Amadent klinikamizni YouTube kanaliga xush kelibsiz. Mana hozir bitta bemorimizni sirkon koronkali qo'yishimizdan oldingi va keyingi etaplarini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, oxirida sizga sovg'amiz bor. Bu bemorimizning do'q holatlari mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hozir hammasini bitta-bittadan hammasini alohida tushuntirib beraman. Bu yuqori jag'imizning holati. Metallический shtiflar mavjud. Qolgan tishlar plomba qilingan va tishlarda estetik nuqsonlar mavjud. Bu pastki tishlarning holati. Bu tishlarda ankeni shtif turibdi va tishlari eski davolangani uchun rangi o'zgargan. Bemorimizning tishlarida milk cho'kishi mavjud va tishlarida toshlar bor. Birinchi navbatda biza tishlarini davolash kerak bo'lgan va nervi olinishi kerak bo'lgan nervlarini olib chiqdik. Biz bu yerda bemorimizning prikus holatlarini yo'qotmagan holatda saqlab qoldik. Prikus holati deganimda bemorimizning tepa va pastki tishlarini bir-biriga tegishi, chaynashi hisoblanadi. Bu tepa jag'i chaqlangan holati va bu pastki holati. Bemorimizga sirkon koronkali tayyor bo'lgungacha biz bemorimizga plastmassa koronkali qo'yib berdik. Mana rasmini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bu bemorimizga sirkon koronkali tayyor bo'lib qo'yganimizdan keyingi holati. Bu tepa jag'i sirkon koronkalining ko'rinishi. Bu pastki sirkon koronkali qo'yganimizdan keyingi holati. Jag'i bu sohalariga biz implant keyinchalik qo'yamiz. To'g'ri, bu 5 kunlik natijamiz. Ammo shuni unutmasligimiz kerakki, bu natijaning orqasida ko'pchilikning mehnati bor. Agarda tishlaringizdan xuddi shunaqa ahvolda bo'lsa yoki tishlaringizga sirkon koronkali qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, bemalol konsultatsiyamizga kelishingiz mumkin. Video boshida aytilgan sovg'a shundan iboratki, bu video kuzatuvchilari uchun pulli konsultatsiyamizni tekin qilib beramiz. Sirkon koronkalarimizning narxi haqida va eng maxsus takliflarimiz haqida ma'lumot olish istasangiz, pastda saytimiz linkini qoldirganmiz. Sayt bilan bemalol tanishib chiqib, agar takliflarimiz sizga yoqsa, raqamingizni qoldirishingiz mumkin yoki pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bunaqa natijalarni sekin-sekin qo'yib boramiz, bizlarni kuzatishda davom eting.